G'azablanganda taloq tushadimi degan so'zni ko'pchilik har xil ta'wil qilib yuborishdi. G'azablangan holatda aytilgan taloq tushmaydi. لا يقع طلاقه وأنا العبد الفقير أيضا أفتي به. Men fatvo bo'limiga telefon qilib, mana shu savolga javobni oldim. Bir ahli ilm o'tgan Abduvali qori degan ilmli inson bo'lgan. O'ziga yarasha Qur'on ham yodlagan deb eshitganman. Lekin bu inson mana shu har xil o'sha noto'g'ri firqalar tarqab ketishiga, noto'g'ri oqimlarning avj olishiga anchagina hissa qo'shgan. Ba'zi bir ishlar bilan. Shulardan bittasi ominni jahriy aytish, yana bir qancha ishlar. Otamiz bilan tengdosh bo'lishgan ular. Deyarli yoshlari teng bo'lgan. Birga o'qishgan, bitta ustozdan ta'lim olishgan. Ana shu paytda otamiz aytgan: "Ey Abduvali, sen ominni jahriy aytishni aytyapsan, nima uchun?" Kitobda yozilgan ekan. Otamiz aytayaptiki, "Xo'p, kitobda yozilgani bilan bizga bir necha asrdan beri mana shu Hanafiy mazhabida ominni jahriy aytmasdan kelamiz. Ustozlarimiz shunga o'rgatgan. Sen kitobda bor ekan deb aytib qo'yganing fitna bo'lib qolmaydimi? Yaxshi emas bu ishing. To'xtatgin bu narsani, qilmagin" degan. Lekin bu inson tan olmagan. Otamiz ham endi o'ziga yarasha masalan gaplarni yerda qolishini xohlamaydigan odam edi. Demak, bo'lib ham bu diniy borasida bo'ladigan bo'lsa, unda sen bilan biz aloqamizni uzamiz deb aloqalarni uzgan. Ya'ni mana shu narsa kitobda bor ekan-ku deb aytishlik bilan buni aytib qo'yishlik bu fitna bo'lar ekan. Odamlarni ikki tomonga bo'lib yuborish bo'lar ekan. Aslida meni mana shu taloq masalasi bo'yicha gapirgan gapimda boshida men aytdim, Hanafiy olimning gapini eshitganimdan keyin, bu ko'pchilik bilmayapti, ko'pchilik mana shunaqa g'azablanib qolib yoki bo'lmasam o'zimda bilmagan holatda taloq qiyordim deydi. Shu bilan nima deydi? Oilalar badnom bo'lyapti. Oilalar buzilib ketyapti, ajrimlar ko'payib ketyapti. Balki o'sha ajrimlarning oldini olishlik uchun mana shunday holatda bo'ladigan bo'lsa, mana Hanafiy olim fatvo beryapti, demak mana shuni olsak bo'ladi, bu tayyor degan ma'noda o'zim fikrim bilan gap. Aslida bu mumkin. Lekin mana shu narsani ommaga aytib yuborishlik demak ko'pchilikni adashib qolishiga sabab bo'lishi ham mumkin ekan, bo'linib qolishligi. Vaholanki bu mumkin bo'lsa ham. Bir ahli ilm o'tgan Abduvali qori degan ilmli inson bo'lgan. O'ziga yarasha Qur'on ham yodlagan deb eshitganman. Juda ko'pchilikka masalan dinni tanishda yordam bergan bo'lishi mumkin. Lekin bu inson mana shu har xil o'sha noto'g'ri firqalar tarqab ketishiga, noto'g'ri oqimlarning avj olishiga anchagina hissa qo'shgan. Ba'zi bir ishlar bilan. Shulardan bittasi ominni jahriy aytish, yana bir qancha ishlar. Men aytib bergandim, otamiz bilan tengdosh bo'lishgan ular. Deyarli yoshlari teng bo'lgan, birga o'qishgan, bitta ustozdan ta'lim olishgan. Ana shu paytda otamiz aytgan: "Ey Abduvali, sen ominni jahriy aytishni aytyapsan, nima uchun?" Kitobda yozilgan ekan. Otamiz aytayaptiki, "Xo'p, kitobda yozilgani bilan bizga bir necha asrdan beri mana shu Hanafiy mazhabida ominni jahriy aytmasdan kelamiz. Ustozlarimiz shunga o'rgatgan. Sen kitobda bor ekan deb aytib qo'yganing fitna bo'lib qolmaydimi? Yaxshi emas bu ishing. To'xtatgin bu narsani, qilmagin" degan. Lekin bu inson tan olmagan, chunki olmasdi ham otamizning gaplarini, sababi ustozlarning gaplarini olmagan edi. Abduhakim qorda ham bir ikki marta kishiga nasihat qilganlarda ham gaplarni olmagan deb eshitganmiz. Demak, ana shu narsa juda yomon edi va mana shu gaplar olinmagandan keyin otamiz ham endi o'ziga yarasha masalan gaplarni yerda qolishini xohlamaydigan odam edi. Demak, bo'lib ham bu diniy borasida bo'ladigan bo'lsa, demak sen kitobda bor ekan deb aytaverasan, odamlar adashaveradi, talashaveradi, bitta masjid jahriy aytsa, bittasi maxfiy aytadi. Mana shunaqa qilib odamlar o'rtasiga fitna solib qo'yasan. Shu ishingda davom etaverasanmi? degan, u inson davom etaveraman degan ma'noda gapirgandan keyin unda sen bilan biz aloqamizni uzamiz deb aloqalarni uzgan. Bu odam bilan aloqa to'xtagan. Keyin undan keyin qamalib ketganmi, yo'qolganmi, nima bo'lgan bo'lsa bo'lgan. Ya'ni mana shu narsa kitobda bor ekan-ku deb aytishlik bilan buni aytib qo'yishlik bu fitna bo'lar ekan. Odamlarni ikki tomonga bo'lib yuborish bo'lar ekan. Vaholanki jahriy aytish degan narsa yo'q bizning mazhabimizda, umuman yo'q. Umuman salam bitta olim ham gapirmagan. Va o'rganib kelganmiz. Necha shu otamiz aytganidek, necha asrlardan beri mana shu narsa urf bo'lib kelgan, ya'ni jahriy aytmaslik. Necha asrlardan beri. Mana shu holatda ham kitobda bor bo'ladigan bo'lsa ham ana shuni aytishlik fitna deyilgan.
Va mana shu gapga o'z vaqtida amal qilmaslik, bu kibrdanmi yoki juda ham o'zini olim deb bilishdanmi yo boshqami yo bir manfaat bo'lgan buning orqasida mana shunday narsa qilishlik bilan u insonga juda katta zarar berdi mana shu narsa. Keyin buni hayotida ko'rdik bu narsani. Ko'pchilik bu zarar emas, bu sinov boshqa deyishi mumkin, lekin balki bu zarar bo'lishi mumkin. Balki o'sha olimlarni, ustozlarni, o'zlarini bir do'stlarini gaplarini olmaslik bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu joyda ko'pchilik qiynalib gapirishgan, o'zlaricha u insonni fanati bo'lgan sifatida sen hatto bizni dindan ham chiqarib yubormoqchi bo'lganlar bo'lgan. Mushriksan deb, boshqa deb, demak o'zlari ham dindan chiqqan bo'ladi katta ehtimol bilan. Mana shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni mana shu gapimiz to'g'ri ekanligi chiqdi, alhamdulillah. Biz mana shu narsani gapirgandik. Ya'ni aslida meni mana shu taloq masalasi bo'yicha gapirgan gapimda boshida men aytdim, Hanafiy olimning gapini eshitganimdan keyin, bu ko'pchilik bilmayapti, ko'pchilik mana shunaqa g'azablanib qolib yoki bo'lmasam o'zimda bilmagan holatda taloq qiyordim deydi. Shu bilan nima deydi? Oilalar badnom bo'lyapti, oilalar buzilib ketyapti, ajrimlar ko'payib ketyapti. Balki o'sha ajrimlarning oldini olishlik uchun mana shunday holatda bo'ladigan bo'lsa, mana Hanafiy olim fatvo beryapti, demak mana shuni olsak bo'ladi-ku tayyor degan ma'noda o'zim fikrim bilan aslida bu mumkin. Lekin mana shu narsani ommaga aytib yuborishlik demak ko'pchilikni adashib qolishiga sabab bo'lishi ham mumkin ekan, bo'linib qolishligi. Vaholanki bu mumkin bo'lsa ham. Maqsad lekin yaxshi bo'lgan. Lekin ana shu maqsad ortida keyingi meni chiqishlarimda shu narsa bo'ldiki, menga qiziq bo'ldi. Demak, juda ko'pchilik aytyapti, xursand bo'ldim. Men birinchi marta o'sha negativ yozayotganlarning ichida 90% xursand bo'ldimki, endi nimaga taloq tushish kerak-ku, nimaga tushmaydi deyapsan degan gaplarni gapirganda to'g'risi xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim. Shunaqa ekanmi? Odamlarni ikkiga bo'lib qo'yishga o'xshash narsa bo'lar ekanmi? Fitnani hidi kelib qolar ekanmi shunaqa deyilsa? Shunaqa ekanmi? Ha, hali gapim qanaqa ekan unda? Abduvali qori kitobda bor ekan deb turib odamlarni o'rtasini buzib, bitta masjidda jahriy, bittasida maxfiy qilib bir-biri bilan urushib masjidlar. Mana shu holatga olib kelib qo'yishi, buni ortidan keyin har xil shu oqimlar chiqishligi, adashgan toifalar, Tohir Yo'ldoshim, boshqa balo battarimi, mana shunaqalar ergashib yurishligi, bularga oddiy sodda xalq ham ergashligi qanaqa bo'lar ekan? Yomon narsa ekanmi? Demak, o'sha narsani men yomon narsa deganda nimaga meni tanqid qildinglar unda? Nimaga gapirdinglar? Nimaga to'g'ri aytyapsiz? Olim bo'lsa ham, ahli ilm bo'ladigan bo'lsa ham bunaqa qilib kitobda bor ekan deb gapirib qo'yish kerak emas edi. Haqiqatan to'g'ri gap gapirdingiz deya olmadinglar. Mana shunga haqiqiy, jonli mana shu dalil bo'ldi. Alhamdulillah. Men xafa emasman. Bir narsani aytuvdim-ku, men aytgan narsa olinmayapti, fatvoda bunga fatvo berilmayapti. Yo'q, biz fatvoga bo'ysunamiz. Men aytgan gapni, haligi nima deydi? Shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi deydi. Demak, men gapirgan gapim yo'q gap emas ekan. Lekin mana shu narsani ommaga tarqatish yaxshi emas ekan. Bu narsani bildik. Yaxshi emas ekan. Va men o'z vaqtida qaytdim bu narsalar. Demak, mana shunga o'xshaydi. Menga birov aytmadi. Menga birov yana ichidan chiqishi mumkin hozir. Fitnachilar chiqadi, senga palonchi, pistonchi, masalan, haligi aytadiganlar bor, darrov chiqishadi. Senga hozir abror bir narsa yo'q. Abror ham, boshqasi ham hech kim hech narsa deya olmaydi. Umuman.